Musulmonlarning mashhur sarkardasi Hojib al-Mansur vafot etganida butun Yevropa xursand bo'ldi. Andalusiyada musulmonlar hokimiyati quladi. Ispan qo'mondoni Alfonso o'shanda Mansurning qabri ustida chodir qurib, taxt o'rnatadi. Ko'ryapsizlarmi? Men musulmonlarning eng zo'r sarkardasi qabri ustidaman dedi. Shunda yonidagi bir ispan, agar qabrdagi nafas olsa bormi, birortamiz tirik qolmas edik deya Alfonsodan g'azablandi. Alfonso uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Ammo uning qo'lini tutib qolgan rafiqasi, u to'g'ri aytayapti. Bu ishimiz Mansurga sharaf yozadi. U hatto o'lganida ham podshohlar taxti ostida uxlagan bo'lib chiqadi. Tarix uni eslaydi. Bizning qabih ishlarni emas deya janjalni yakunladi. Haqiqatdan holat qaraydigan bo'lsak, 10-asrning eng mashhur tarixiy shaxslari orasida Hojib al-Mansur alohida o'rin egallaydi. Ispaniya xalqi uchun bu odam milliy qahramonlar sifatida o'rin egallagan.